Assalomu alaykum do'stlar, tuzimsizlar, charchamasizlarmi? Hammaga xayrli kun. Biotex MCG shirkatlardan kuyganlar nechta oramizda? Like bosib, komment yozib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Rahmat kattakon deb komment yozib qo'yinglar. Iltimos bo'lasizlar. Ko'pchilik ko'rish kerak bu videoni, sababiki o'zlarini jek deb ochib olib, MCGlar juda ko'p fuqarolarimizga asossiz ravishda sudlar tomonidan jarimalar qo'llanadigan 1,5 million 2 million majburiy undiruv qilib MIPlarga chiqarib yuboryapti. Pensionerlar bo'lsa pensionasidan, boshqa fuqarolar bo'ladigan bo'lsa majburiy tartibda undiryapti. Bu juda katta adolatsizlik. Sudlarimiz ham indamasdan pachkalab qarorlar chiqarib beryapti. Qaramayapti, orqa ketdi, oldi, hech qanaqasiga qaralmayapti. Tasdiqlab chiqarib yuboryapti. Yaqinda o'zimizda ham xuddi shunaqa holat bo'ldi. Domdagi bironta odamning xabari yo'q. Hech kimning xabari yo'q. O'zi u shirkat qayerda joylashganini ham bilmaymiz. Kimligini ham bilmaymiz. Boryapti, domda atrofini tutib rasmga olyapti-da, biz bu yerga xizmat ko'rsatyapmiz, biz u qilyapmiz, bu qilyapmiz deb yozib boryapti. Sudlar tomonidan indamasdan tasdiqlatib jarimalarni qo'llayapti. Xuddi shunaqa jarimalarning bittasini bekor qilish uchun fuqarolik ishlari bo'yicha Andijon tuman sudiga ariza bilan murojaat qildik. Tugatib qo'yaylik deyapti. Yo'q, tugatmang. Bunga xususiy ajrim chiqarib bering deb sudyadan iltimosdan kiritdik. Endi nima holat chiqaryapti? Ular tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni ko'radigan bo'lsangiz, 10 yil oldin bu domga deyapti, biz tomini ta'mirlaganmiz deyapti. Tasavvur qilyapsizmi? Tomni ta'mirlaganmiz deyapti. O'zi Biotex tashkil bo'lganiga, shu shirkat tashkil bo'lganiga hujjatlarni ko'rib chiqdim. 3-4 yil bo'lgan xolos, unaqa ko'p bo'lmagan. Lekin u tomda o'zimiz domdagi aholi qilganiga 10 yil, 15 yildan oshdi. O'zini yonidan pul sarflab, qo'shnilar birgalikda bankdan kredit olib qilishgan. Tasavvur qiling, 15 yil, 10 yil oldin bo'lgan tomga bular qarz olib chiqaryapti, kecha yangi tashkil etilgan. Bu aqlga, mantiqqa hech narsaga to'g'ri kelmaydi. Sud tomonidan 2 marta chaqiruv bo'ldi, Biotex'da o'sha mas'ullarni sud majlisiga chaqiruv bo'ldi, biron marta kelmadi, izoh ham bermadi. Shu nuqtai nazardan sudga iltimosnoma kiritdik, Andijon shahar prokuraturasiga xususiy ajrim chiqarib bering deb turib, xususiy ajrim chiqarib berdi. Ko'rib turgan bo'lsanglar, xususiy ajrimdan nima deyilyapti? Da'vogar Biotex MCG javobgar falon pistonchilikka nisbatan ma'muriy badal bo'yicha qarzdorlikni undirish haqidagi da'vo arizasi yuzasidan yuritilgan fuqarolik ishi yuzasidan xususiy ajrim chiqarilsin. Mazkur xususiy ajrim ijrosini ta'minlash uchun Andijon shahar prokuraturasiga yuborilsin. Mazkur xususiy ajrim ijrosi bo'yicha 1 oylik muddat ichida sudga ma'lumot taqdim etilsin deyapti. Chunki yolg'on, bo'xton hujjatlar bilan hech qanaqa shartnoma tuzilmagan fuqarolar tomonidan Biotex bilan qarzdorlikni g'asrat uryapti. O'tgan ham bitta chiqaruvni bekor qildirdik. Bu yil ham chiqaribdi, belgisini ham bekor qilib xususiy ajrim chiqarib berishini moddiy va ma'naviy jinoiy ish qo'zg'atish bo'yicha iltimos qildik. Yana xususiy ajrimda shahar prokuraturasiga o'rganib chiqib, ajomas jinoiy ish qo'zg'atish boshqalar bo'yicha. Keyin sudyadan o'zi bilan ham gaplashdik. Bunaqa e'tirozlar juda ko'payib ketdi deyapti. Shuning uchun bu Biotex'da arizalarni ko'rmay qo'ydi deyapti. Insof bersin iloyim. Endi haqiqatan haqli e'tirozlar ko'p bo'ladi, nima uchun bizga jarima qo'llaydi deb turib. Endi sudlar pachkalab qarorlar chiqarib olgan. Juda ko'p fuqarolar norozi, fuqarolik ishlari bo'yicha Andijon tuman sudining sudyalaridan. O'zim ham ko'p ko'rdim, borganda nimaga chiqaradi, nimaga sen qarab chiqarmaysan deb sudyalarga keskin e'tirozlarni bildirishyapti fuqarolarimiz. Sizlardan to'lab yurmanglar, indamasdan to'lab qo'ya olsanglar, biz to'g'ri chiqaryapmiz ekan deb o'ylaydi. 4-5tasi kelib baqir-chaqir qilib ketaveradi deb o'ylaydi. Sudyalar shunaqa ko'pi noto'g'ri o'ylashadi. Shuning uchun chiqarayotgan sudyalarda noqonuniy, noto'g'ri chiqarayotgan qarorlarga borib e'tirozlar bildiringlar. Sizlarning haq-huquqinglar. Bitta odam 1 oylik ishlash uchun 1,5 million so'm oylik topadi.
bir oycha ishlaydi, 1,5 million so'm topish uchun. Oddiy qardosh opalarimizni obodonlashtirishda, opalarimizni, akalarimizni ishlashini ko'radigan bo'lsak. Lekin BTX indamasdan xonasida o'tirib ta hujjat qilyapti-ku, sudga beryapti. Sudda nima qilyapti? Bir pachka hujjatlar olib, g'asirlatib, MIBga chiqarib yuboryapti. Qaror beringlar deb turib. Shuning uchun fuqarolar o'zingizlar haq-huquqlarni o'zingizlar talab qilmaydigan bo'lsanglar, bu sudyalardan umid yo'q. MIBga chiqarib qo'ygandan keyin MIB majbur bo'ladi ijrosini ta'minlash uchun. Shuning uchun hamma o'zini haq-huquqi uchun kurashinglar, talab qilinglar. Bunaqa shirkatlarga jinoiy ish qo'zg'atilib, hammasini jinoiy javobgarlikka torttirib olish kerak. Bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa, mana bu shahar prokuraturasiga yuboriladigan xususiy ajrim natijasini ham e'lon qilib hammaga havola etamiz. Like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Rahmat hammaga katta.